Ozgina sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Axir qora bulutni tarqiganini, qattiq shamolni to'xtaganini, jazirama issiq va qahraton qishni sovug'an tomon bo'lganini ko'rmaganmisan? Sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Chunki yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana Buxoroga qatnaydigan avtobuschilarga odam so'rab ham o'tirmaydi ular. Stansiyaga kirib qolsangiz bo'ldi. Siz qayerga ketyapsiz? Nimaga ketyapsiz? O'zi ketasizmi? Ularga farqi yo'q. Shat-shop olib chiqadi. Chunki avtobus katta-da, uni to'ldirish o'zi bo'ladimi? Shunga kirib qolsangiz bo'ldi Stansiyaga. Aka Bexorogami? Men Farg'onaga ketyapman desa, shuna yoqasidan shu Bexoroga borasan dedi. Aka qo'yavering, men Farg'onaga ketishim kerak, ishim zarur desa, Farg'onaga kelgin. Buxoro bormasang nima qilsam beradi dedi. Aka qo'yavering, men Farg'onaga ketishim kerak. Avval Bexoro, keyin Farg'ona, tamom. Olib chiqib o'tirgizib qo'yadi. So'mkani bagaj orasiga urib yuborgan. Qarab ketasiz. U ham chiqib olgan, o'tirganmish-da. Bu yoq, qanchadan tushdi endi? Xotinim bilan qizim Qashqadaryodan akasi yuruvdi. Bular Qarshiga ketdi, yo Shahrisabzga ketdi-da. Yangi yilda ko'rishamiz endi nasib bo'lsa. Mana qarasa yonib bittasi o'tirgan ekan. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Buxoroga ketyapsizmi? Bu ham, yo, men Andijonga ketyapman aka. Ya, bu avtobusga qarab chiqib qolsa aka desa, "Ya, men chiqib qolganim yo'q. Men Stansiyaga kangoz bochka olaman deb kiruvdim. Nafsim qursin shu bir kango chaynasam, shashlik yeydim-da, shu hidi kechammikin deb. Shuni kango olayotgan joyimda ushlab olishdi mana. Desa, aka, men ham Farg'onaga ketayotgandim dedim shu payt. Dardimiz bir aka, qoyil. O'zimiz vodiydan ekansiz-da aka, desa bu, ha, vodiydanman. O'tirgan bolalar hammasi vodiylik bolalar, mana u bolalar. Mayli aka, endi shunaqa qilmasang o'zi Buxoroga bir boraman degan niyatim bor edi aka. Buxoroni bir ziyorat qilsangiz, bir odam ko'ngli yashnaydi, yayraydi-da. Shu bahorada bir aylanib kelamiz ekan Buxoroda aka. Keyin bunaqasini vodiyga qanaqa yetib bo'ladi aka? Desa bu ham endi vodiyga mana Turkmanistondan Ozarbayjonga o'tib turib, Ozarbayjondan mana yurib turib, gulla olib turib olamizda, rahmat, qo'yib qo'yamizda. Yurib turib Eron bilan mintaqasidan aylanib turib Pokistonga o'tib olamizda. Pokiston bilan mana yurib turib Hindistonga o'tib, Hindistondan mintaqasidan aylanib Xitoyga o'tib turib, Xitoyda Urumchisi bilan mana vodiyga kirib kelamiz. Desa, ha u yo'llarni qaydan bilasiz aka siz? Desa, biz 5-6 marta yurganmiz bu yerdan deb. Aka, ja uzoq bo'lib ketar ekan u. Mana shu borgan avtobusda qaytib kelsak bo'lmaydimi desa, "Yo, bu yerga qaytib kelib bo'lmaydi uka" debdi. Nimaga desa, "Shuni kelib tushasan, yana boshqa olib ketib qolaveradi" dedi demiş. Stansiyadan chiqsang baxting. Sen hech narsa emas uka, 6 oydan beri yurganlar bor bu yerda.